Tövbe və istighfar. Dünya bir imtihan o'rni bo'lganligi uchun insonlarning yaxshilikmi, yomonlikmi meyli bor. Bu meylning qaysisi harakatlantirguchi bo'lib o'ttirg'i chiqsa, inson shaxsiyati uningga qarab salohiyatga ega bo'ladi. Bir kishining majbur qolmagan ahvol ostida qarshidagi insonga bir stakan suv berishi rahmat etish tuyg'usini maydonga keltiradi. Bu insoniy va vijdoniy bir majburiyat deb qabul qilinadi. Aslida bu o'lcham bizga Alloh taolaning son sanoqsiz ne'matlari oldida qandoq shukr his tuyg'usi ichida bo'lishimizning lozimligini eslatadi. Ahvol mundaqkan, bir insonning tabiatida mavjud bo'lgan johillik, shahvat, kibrlik, mag'rurlik, herismanlik, bexillik, hasadxo'rlik, isrofxo'rlikdan iborat nachar sifatlarga mayl bo'lib, nafsiga agishib ilohiy ne'mat oldida tuzkorlik qilishi, uning ega bo'lgan tabiiy shon sharafiga soy tushirdi. Inson o'g'li nafsoniy orzusiga yengilib, iymon nurining parlaqligini yo'qotganida gunohga mayl bo'ladi. Vijdonda axloqiy tuyg'ulari ojizlashganida astoydillik yo'qaydi. To'g'ri yo'l egisi bo'lish yo'lida ojizlik o'ttirg'i chiqadi. Gunohlar mungluq muzikaga o'xshash nafsiga yaqinlik kelib, mas'uliyatining eg'irligini his qilmaydigan bo'ladi. İnsanның dunyoga g'aflat bosgan holda mayl bo'lish natijasida qilgan gunohlari uning insonlik shon sharafi va shaxsiyatini zidilaydi. Bu ahvol ruhlarning gunoh qorong'uligi bilan kirilinishiga sabab bo'ladi. Holbuki inson o'g'li gunohsiz, pokiz dunyoga keladi. Dinimi bu tabiiy pokligini saqlab qolish uchun Allah tarafidan insonga berilgan ihson va marhamat tajallisidir. Buning uchun inson bu ikki sabab soyasida g'aflat pardasini yechib etalsa, qilgan gunohlarining ig'irligini vijdonida his qiladi. Uning ichki dunyosida saqlangan fazilat hislari uyg'onadi. Qalbi qattiq pushaymonlik bilan, ichi kuyib, issiq ko'z yoshlari bilan Rabbiga ko'ngilni ochadi. Bu kuyush va pushaymonlik tövbedir. Arqasidan mag'firat tilash uchun Rabbiga ichilgan qo'llarning sababchisi bo'lgan qalblardan toshgan iltijo istig'fordir. Alloh jalli jaloluhu qulining pushaymon, nadomat, tavba istig'forlaridan mamnun bo'ladi. Chunki u Rahmon va Rahim ismlarining egasidir. Alloh haqiqatan tavba qiluvchilarni do'st tutadi. Haramdan va nijosatdan pak bo'lg'uchilarni haqiqatan do'st tutadi. Alloh taolaning qullarga bo'lgan shafqat, marhamati shubhasiz bir onaning quchoqdagi bolasiga bo'lgan marhamatidanmi ortiqdir. U qullarga g'azab qilishni xohlamaydi. Lekin qul tuzkorlik va zulmda ching tursa, jazoga loyiq bo'ladi. Uning Rahman va Rahim ismlarining taqozosi bilan rahmati g'azabidan ortiqdir. Shunga shu hadis sharifda qullarning tavba istig'fori oldida Alloh taolaning rizosi mundaq bayon qilingan. Muslimning rivoyat qilishicha payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Banda Alloh taolaga tavba qilgan vaqtda Alloh taolo bandaning tavbasidan mundaq bir odamning xushalligidan bakrak xushal bo'ladi. Sizlarning biringlar bir cho'lda safar qilib o'tib, yuk taqi, oziq-tulik ortilgan ulug'ini yuturib qo'ydi. U odam ulug'ini tepaylashdan umidini uzib, bir daraxtning yeniga kelib, uning soyasida yedichi yotadi. U ulug'ning tepilishidan butunlay umidini uzib turgan bir paytda uning ulug'i tuyuqsizlik paydo bo'lib, uning yenida turdi. U uning nuqtasidan tutgan holda qattiq xo'shal bo'lib ketganligidan, "Ey Alloh, sen mening bandam, men sening parvardigoring" deb tashlaydi. U odam qattiq xo'shal bo'lib ketganligidan so'zda xatolashidi. Uning rahmati har kishiga o'rtaqdir. Chunki Alloh taolo "Mening rahmatim maxluqotning hammasiga o'rtaqdir"
deb qullarga bo'lgan rahmetining cheksiz ekanligini bayon qilgan. Bu haqiqatni ifodalab payg'ambar alayhissalommo bir hadis qudisda Alloh taolaning rahmetim haqiqatan g'azabimga g'olib keldi deganligini xabar qilgan. Bu sababdan butkul payg'ambarlar doim ummatini istig'for etishga da'vat qilgan. Payg'ambarlardan boshqa hech bir inson insoniy xususiyatlar e'tibori bilan oz yoki ko'p gunoh qilishdan xoli emas. Bu sababdan Qur'on Karimda gunohlardan poklanishning bir ifodasi bo'lgan Tavba ismli mustaqil bir sura mavjud. Tavba kalimasi Qur'on Karimda 80 dan ortiq yerda zikr qilinadi. Yana Alloh taolaning gunohlarni kechiradiganligini ifodalagan yuzlarcha kalimaning yanida alohida Mag'fir ismi sharifi 92 qatim, G'affar ismi sharifi 5 yerda takrorlanadi. G'afir ismi sharifi bir qatim zikr qilinadi. Bular tavbining ahamiyati va Alloh taolo tarafidan qabul qilinadiganligini ko'rsatish bilan birlikda qullarni tavba istig'forga tashviq qiladi. İnsan gunohning hatto g'aflatning jinoyat ekanligini bilishimi bir irpon. Rabbidan mag'firat tilishi bo'lsa, bir vijdon majburiyatidir. Gunohning bir jinoyat ekanligini bilmaslik va uningdan qaytishning lozimligini idrok qilolmaslik g'aflati jahannam yo'lining alomatlaridir. Alloh taolo mundaq kishilarga mundaq deydi: Tavba qilmaganlar zolimlardir. Hadis sharifda gunohlardan pushaymon qilish tavbadir. Gunohlarga tavba qilgan kishi u gunohni qilmagandek bo'ladi deyilgan. Qul bir xatolik o'tkazganida Allohning kechiradiganligiga mag'rurlanib, kechikmasdan tavba qilishi lozim. Chunki oyatda tavbaning qabul bo'lishi uchun oldirashning lozimligi mundaq bayon qilingan. Alloh qabul qilishni va'da qilgan tavba yomonligini nodonlikdan qilib selib, ondan uzunga qolmay, ya'ni o'lim kelishdan burun tavba qilganlarning tavbasidir. Alloh yana shularning tavbasini qabul qiladi. Alloh hammani bilib turg'uchidir. Hikmat bilan ish qiluvchidir. Shaytonga aldinib, tavbani kechiktirganlarning qayg'uliq oqibatini mundaq bayon qiladi. Davomliq yomon ishlarni qilib beshiga o'lim kelgan chig'ida endi tavba qildim deguchilarning tavbasi va kofir peti o'lguchilarning tavbasi, ya'ni o'lim oldida iymon etdim deguchilarning iymoni qabul qilinmaydi. Ana shularga qattiq azob tayyorladik. Ba'zi olimlar oyatdagi bu ilohiy ogohlantirish va tahdiddan qutulish yo'lini ko'rsatib mundaq degan: o'lim kelishdan burun tavba qilishga oldiranglar. Tavbaning qabul bo'lishi uchun yolg'iz tilning astag'firulloh deyishi yetarli emas. Buning bilan birlikda qalbi titrash va nadomat bilan o'xshash xatoni qilmaslik uchun mustahkam niyatlanish kerak. Hazrati Mavlana tavbada lozim bo'lgan ruhiy holatni shu shaklda ifodalaydi. Pushaymonlik o'ti bilan to'lib toshgan bir ko'ngil va ko'z yoshlari bilan tavba qil. Chunki gul chechaklar quyosh nuri tushib turadigan va nam yerlarda ichiladi. Tavba va istig'for shaxs va millatni xotirjamlikka ega qilib, keladigan balo va musibatning oldini oladi. Shu hadis sharif mu'minlarning shaxsiyatini tartibga solishda muhim ahamiyatga ega. Bir mu'min Allohning azobining qattiqligini bilgan bo'lsa edi, jannatdan umidini uzgan bo'ladi. Kofirlarmo Allohning marhamatining kengligini bilgan bo'lsa edi, jannatga kirishni umid qilgan bo'ladi. Bu jihatdan bir mu'min xavf va rijo, ya'ni qo'rquv va umid orasida yashashi kerak. Jahannamga faqat bir kishi kiradi deyilsa, balki u kishi men bo'lishim mumkin degan qo'rquv ichida. Jannatga faqat bir kishi kiradi deyilsa, yana balki u kishi men bo'lishim mumkin degan orzuda yashash kerak. Qo'rquv qadamma-qadam bo'lganidek, muhabbatmi qadamma-qadam bo'lishi kerak. Gunohkor kishilar Allohning azobidan qo'rqadi. Mutaqqillar ko'ngillarining mahbubi Alloh taolani ranjitib qo'yish va uning so'ygisidan mahrum qilishdan qo'rqadi. Payg'ambarlarningmi kichik gunoh qilib,
uning uchun pushaymonlik bilan tavba istig'for qilganligi, bu orqali ularga insoniy ojizlikni tunutganligini unutib qolmaslik kerak. Chunki mutlaq ustunlik Allohga xosdir. Ojizlikdan xoli va yiroq bo'lgan yolg'iz Allohdir. Tunji qitim tavba qilgan Odam alayhissalomdir. Havva onamiz bilan birlikda qilgan tavbasi mashhurdir. Parvardigorimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar sen bizga mag'firat qilmasang, bizga rahim qilmasang, biz cho'qim ziyon tortquchilardan bo'lamiz, dedi. Bu duo ulardan keyin qiyomatgacha keladigan butkul inson avlodi uchun eng go'zal istig'for o'rnikidir. Alloh taolo marhamati sababi bilan bandalarni tavba va istig'forga da'vat qilib, ularni kechiradiganligi bilan xush xabar bergan oyatlarida mundoq degan: faqat ularning ichidan bu dunyodagi chig'ida tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarla bu holda qolmaydi. Alloh ularning gunohlarini yaxshilikqa almashtirdi. Alloh to'limu mag'firat qilg'uchidir va marhamat qilg'uchidir. Kimki gunohlarga tavba qiladigan va amalini tuzaydigan, u Allohga yuzlangan bo'ladi. Ya'ni Alloh uning tavbasini qabul qilib, uningdan rozi bo'ladi. Taqvodorlar yomon bir gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilsa, Allohni yod etadi. Gunohlari uchun mag'firat talab qiladi. Gunohni kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Ular qilmishlarini bilib turib davomlashtirmaydi. Ularning, ya'ni yuqorqi xislatlarga ega kishilarning mukofoti Parvardigori tarafidan bo'lgan mag'firat va ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatdir. Bu yerlarda ular mangu qoladi. Yaxshi ish qiluvchilarning erishadigan savobi nima degan yaxshi? Oyatda ihson holatida bir hayot kechirganlarning gunohda chin turmaganligi va tavbaga eslaganligi ta'kidlanadi. Gunohda chin turgan seri kichik gunohlar kichiklikda qolmay, buyuk gunohga aylanadi. Istig'for davomlashgan seri buyuk gunohlar kechirim qilinib, o'chiriladi. Hikmatga asosan harakat qiladi. Bu haqda Qur'on mundoq deydi: ular, ya'ni tavba qilg'uvchilar, Allohning o'z bandalarining tavbasini qabul qildiganligini, xolis niyatli kishilarning sadiqasini qabul qildiganligini va Allohning tavbini bakmi qabul qildiganligini, nihoyat mehribon ekanligini bilmamdu. Aytqinki, agar sizlarning duoyinglar bo'lmasa, Parvardigorim sizlarga parvo qilmaydi. Ey kofirlar, payg'ambarni inkor qildinglar. Oxiratda sizlar qutulolmaydigan azobga duchor bo'lsizlar. Duoda asosliq bo'lgani ixlos, muhabbat va samimiy bo'lishdir. Samimiy duolar bir muhabbatning o'tirg'i chiqishidir. Yuqoridagi oyatda qulning muhabbat bilan qilgan bir duosi orqali qadr-qimmatga erishganligi ifodalangan. Bu sababdan tavbalar chin ko'ngildan bo'lishi kerak. Bu haqda Qur'onda mundoq deydi: ey mu'minlar, Allohga samimiy tavba qilinglar. Ummatki, Parvardigoringlar sizlarning gunohinglarni yo'q chiqaradi. Faqat munofiqlikdan tavba qilgan, amallarini tuzatgan, Allohning kitobiga chin yepishgan, dinni Alloh uchun xolis qilgan, ya'ni qilgan amalidan faqat Allohning rizoligini ko'zlagan kishilar buningdan mustasno. Ana shular mu'minlar bilan billa, ya'ni ularning qatoridadir. Alloh mu'minlarga oxiratda jannatdan iborat buyuk ajr ato qiladi. Ilohiy buyruqlarga qarshi ma'noda kelgan gunoh qilishdan butunlay yiroq turishga tirishsimi, Alloh taoloning ne'matlariga loyiqida shukr qilish mumkin bo'lmaganligi uchun hech qanday bir inson tavba va istig'fordan xoli bo'lolmaydi. Bu jihatdagi ojizlik hammalar uchun umumdir. Agar shukrga loyiq bo'lmagan taqdirda, bumi bir ne'mat bo'lmaganligi uchun, buning uchunmi boshqa bir shukr lozim. Shuningga o'xshash shukr inson ustiga tugumas bir qarz holatda davomlashadi. Xatolik bilan odatlangan insonning gunohlardan butunlay yiroqlashishi
nihoyat qiyindir. Qul g'aflat bilan bo'lsa-mu gunoh qiladi va ojizligini his qilib Rabbiga iltijo qiladi. İnson Rabbining azamati va o'zining hech bir narsa emasligini to'liq idrok qilishi bu yalvurishning cho'nqurligiga bog'liqdir. Bu haqda Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Har inson xatoliqidan xoli bo'lolmaydi, lekin xatolik o'tkazganlarning eng xayrlisi tavba qilg'ichilardir. Xatolik o'tkazishdan payg'ambarlarmu xoli emas. Ba'zida ularmu xatolik o'tkazgan va Rabbiga istig'for aytgan. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Ba'zida qalbning parlangan vaqtlar bo'ladi, lekin men Allohga kunda 100 qitim istig'for aytaman. Allah bilan qasam qilamanki, men har kunda 70 qitimdan ortiq Allohdan mag'firat tilab tavba qilaman. Payg'ambar alayhissalom bu tavba istig'forini ko'pincha vaqtlarida bir xatoligi sababidan emas, balki Alloh taologa texmu yaqinlashish va uning roziligini qo'lga keltirish uchun qilgan. Payg'ambar alayhissalom har zamon ma'naviy yuksalish ichida bo'lganligi uchun bir keyingi ahvoli va darajasiga asosan buningdan burunqi tövadarak ahvol va darajasiga istig'for aytgan. Ummatiga istig'for yo'lini o'rgatgan. Bularning eng muhimi saydul istig'fordir. Ya'ni istig'forlarning xo'jisidir. Shaddad ibn Aws raziyallohu anhudan rivoyat qilishicha Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: "Ey Alloh, sen mening Rabbim. İbadet qilishga sendan boshqa iloh yo'qdir. Sen meni yaratding. Men sening quling. Azalda sana bergan va'damda kuchimning yetishicha turibman. Qilgan xatoligimning yomonligidan sana sig'inaman. Menga bergan ne'matlaringni ulug' dargohingda minnatdorlik bilan xotirlayman. Gunohlarimni e'tirof qilaman. Meni kechirgin. Shubsizki gunohlarni sendan boshqa mag'firat qilg'ichi yo'qdir." Payg'ambar alayhissalom so'zini mundoq davomlashtirgan: Kimki bu saydul istig'forni savobi va fazilatiga qalbi bilan ishinib, kunduzi o'qib, u kun kech bo'lishidan burun vafot qilsa, u kishi jannatlikdir. Yana savobi va fazilatiga qalbi bilan ishinib, kecha o'qib, tong etishdan burun vafot qilsa, u kishimu jannatlikdir. Alloh taolaning ne'matlari bizning shukrimiz yetishalmagandek darajada cheksizdir. Qur'on bu haqda mundoq deydi: Alloh sizlarga so'rgan narsalarning hammasini berdi. Sizlar Allohning ne'matlarini sanab tugatolmaysizlar. Kofir odam shak shubsizki zulm qilg'uchidir. Allohning ne'matlariga kufrlik qilg'uchidir. Tabiinning mashhur olimlaridan Ata ibn Abi Rabbo rahmatulloh alay Payg'ambar alayhissalomning istig'for va shukri bilan munosabatli bir voqeani mundoq bayon qiladi. Hazrati Oyshaga Payg'ambar alayhissalomdan ko'rgan eng hayron qolarlik ahvolni aytib bersangiz, dedim. Oysha onamiz: "Uning qaysi ahvoli hayron qolarlik emaski?" dedi va mundoq qildi. Bir kecha yinimga keldi. Yataqqa kirdi. Bir vaqtdan keyin ruxsat qilsang, o'rnimdan turib Rabbimga ibodat qilsam, dedi. Menmu Allohga qasam qilamanki, sen bilan birga bo'lishni intayin orzu qilatdim. Lekin sening so'yguningni texim yaxshi ko'raman, dedim. Shuning bilan o'rnidan turdi. Tahorat oldi. Keyin namozga turib yig'lashga boshladi. Shundoq yig'ladiki, ko'z yoshlari ko'ksini nam qilibdi. Keyin ruku qildi, yana yig'ladi. Uningdan keyin sajda qildi, yana yig'ladi. Sajdadan beshini ko'tarib, yana yig'ladi. Bu ahvol toki Bilal raziyallohu anhu kelib bomdod namoziga azon o'qishiga qadar davomlashdi. Hazrati Bilal Payg'ambar alayhissalomning yig'ilganligini ko'rib, "Ey Allohning elchisi, o'tmish va kelajakdagi butun gunohlaring mag'firat qilingan tursa, nimishqa yig'laysan?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Bilal, Allohga ko'p shukr qilgan bir banda bo'lmaymanmi? Alloh bilan qasam qilamanki, bu kecha menga shundoq oyatlar nozil bo'ldiki, uni o'qib, uni tafakkur qilmaganlarga
ist dedi va bu oyatni o'qidi. Shubhisizki osmonlarning va zaminning yaratilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalillar bor. Ular o'ri turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni aslab turdi. Osmonlarning va zaminning yaratilishi to'g'risida fikr yurgizdi. Ular aytidi: Parvardigorimiz buni bekor yaratmading. Sen poktursan. Bizni do'zax azobidan saqlagin. Payg'ambar alayhissalom bu so'zi bilan Alloh taolaning baxsh etgan ne'matlarining qulluqini kamaytish emas, aksicha shukr qilishni ko'paytirishga vasila bo'lish kerakligini aytgan. Oyat 3 narsani ta'kidlagan. Bular azamati ilohiyani tafakkur qilish. Bu azamat qarshisida insonning ojizligini idrok qilish va uning tabiiy natijasi bo'lgan holda buyuk divonga iltijo va duodir. Bu oyat nozil bo'lgan kecha Payg'ambar alayhissalom osmondagi yulduzlarni ta'sirlantirgidek ko'z yoshlari bilan tong otqicha yig'lagan. Allohning lutfi bilan mu'minlarningmi ko'z yoshlari haqiqatan kechalarning zinnati, qabr qorong'uligining oydinligi, oxiratdagi jannat bog'chalarining shabnamlaridir. Tavbaning eng qimmatli vaqtlari sahardir. Alloh taolo ilohiy ne'matga erishadigan baxtiyor qullarining saharni qo'ldan bermagan taqvo egasi kishilar ekanligini mundaq bayon qiladi. Ular kechasi oz uxlaydi. Ular saharlarda Parvardigoridan mag'firat tilaydi. Sahardan keyin shafaq vaqti kelib, qorong'ulikning tarqalib ketganidek sahar vaqtidagi istig'formu gunoh qorong'uligidan qutulib, nurliq mag'firat shafaqlarini qo'lga keltirishimiz uchun rahmat vasilasidir. Alloh taolo hammamizga uyg'oq ko'ngil va mag'firat iqlimida baxt saodat nisb qilsin. Amin.